Assalomu alaykum qadrli guruhdoshlar, aziz yurtdoshlar. Mana bugun Ormama onajonimizni bugun 60 yoshli yubiley to'ylari desak ham bo'ladi, tug'ilgan kunlari. Onajon tabriklayman. Sog'-omon bo'ling. Ilohim 100 ga kirganingizda mana shu dargohimizda, shohona choyxonamizda mana shu yerda o'tirgan barcha onajonlarimiz bilan, nevaralaringiz bilan, farzandlaringiz bilan birga o'tkazish hammamizga nasib etsin. Shohona choyxonasi hamisha sizlar bilan. Onajonlarimizga atalgan bir ajoyib she'rimiz bor edi. Bog'i eram onamning guliga yetolmaydi. Sochlarimni silagan qo'liga yetolmaydi. Agar dunyo boyliklarin boshimdan sochsalar ham otamni topgan 3-4 so'm puliga yetolmaydi. Agar dunyo shoirlari nomimga she'r yozsa ham onamni bir og'iz keldingmi bolam degan diliga yetolmaydi. Siz baxtim yo'liga nur sochgan onamsiz. Men uchun tunlari uyqusi qochgan onamsiz. Siz asli sokin, bosiq ayolsiz. Lekin farzandini desa tog'dan ham oshgan ayolsiz. Dunyoda hech narsadan qo'rqmagan, biroq bir narsadan qo'rqgan ayolsiz. Farzandlarining baxtsizligidan qo'rqgan ayolsiz. Biroq farzandlaringiz baxtli, baxtiyor inson. Chunki baxtli qilib tuqqan onamsiz. Baxtimizga doimo sog' bo'lsin onajonlarimiz. Dunyo turguncha turingizlar. Hamisha mana shunday yuzlaringizdan kulgi, lablaringizdan tabassum hech qachon arimasin. Hamisha mana shu hamma vaqt birga yurish nasib etsin. Rahmat. Xo'p, omon bo'ling.